Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan Barqaror rivojlanish maqsadlari SDG global miqyosda ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan muhim yo'nalishlar hisoblanadi. Ushbu 17 ta maqsad barqaror kelajakni ta'minlash, teng imkoniyatlar yaratish va innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Shular orasida 9-maqsad barqaror infratuzilmani barpo etish, inklyuziv va barqaror sanoatlashtirishni rivojlantirish hamda innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash alohida ahamiyat kasb etadi. SDG 9 zamonaviy infratuzilma, ilm-fan va texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu maqsad sanoat va innovatsiyalarni rivojlantirish orqali ish o'rinlarini yaratish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va jamiyatning barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashni ko'zda tutadi. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalari ushbu maqsadni amalga oshirishda yetakchi o'rinlarni egallaydi. Universitetimiz o'z faoliyatida barqaror rivojlantirish maqsadlarini, jumladan SDG 9 ni izchil qo'llab-quvvatlab kelmoqda. So'nggi yillarda ta'lim va ilmiy infratuzilmani rivojlantirish borasida muhim ishlar amalga oshirildi. O'quv auditoriyalarini, laboratoriyalar va ilmiy tadqiqot markazlari zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanib, raqamli ta'lim tizimlari joriy etilmoqda. Bu esa barqaror, ishonchli va kelajak talablariga mos infratuzilmani shakllantirishga xizmat qilmoqda. Innovatsion faoliyat universitet taraqqiyotining asosiy ustunlaridan biridir. Talabalar va professor-o'qituvchilar ilmiy tadqiqotlar, innovatsion loyihalar, startap tashabbuslari va fanlararo izlanishlarda faol qatnashmoqda. Ushbu faoliyat SDG 9 ning innovatsiyalarni rivojlantirish va ilmiy salohiyatni oshirishga qaratilgan vazifalarga to'liq mos keladi. Universitet ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etishga, texnologik yechimlar ishlab chiqishga va tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Shuningdek, SDG 9 doirasida inklyuzivlik tamoyili muhim o'rin tutadi. Universitetimiz barcha talabalar uchun teng ta'lim olish va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini yaratib, inklyuziv va adolatli ta'lim muhitini shakllantirmoqda. Zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan qurollangan yosh mutaxassislar barqaror sanoatlashtirish va innovatsion iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Bundan tashqari, universitet sanoat korxonalari, ilmiy muassasalar va ishlab chiqarish tashkilotlari bilan faol hamkorlik olib bormoqda. Ushbu hamkorlik doirasida qo'shma loyihalar, amaliy mashg'ulotlar, ilmiy seminarlar va konferensiyalar tashkil etilmoqda. Natijada ta'lim, fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik mustahkamlanib, SDG 9 ning amalga oshirilishiga zamin yaratilmoqda. Xulosa qilib aytganda, universitetimiz barqaror rivojlanish maqsadlari, xususan SDG 9 ni amalga oshirish orqali barqaror infratuzilmani rivojlantirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va inklyuziv sanoatlashtirishga munosib hissa qo'shmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar nafaqat universitet taraqqiyoti, balki jamiyatning uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va texnologik yuksalishiga xizmat qiladi.